Shuhrat chorrahasi battin bo'ladi. Andalus ideya. Mana shu ro'parasi. 5 etajli dom, 2 etaj. Arendaga uy topshirilyapti. 5 etajli domni 2 etajda 3 xonali uy arendaga topshiryapmiz. Spalni bo'ladi, ikkita kravati bor. Xohlasanglar bilan razdelni qo'ysangiz ham bo'ladi. O'rtada ikkiga bo'linadi. Shkafi bor, tak pardalari bor, oynada reshotkasi bor, otoplenasi qishda yonadi. Tak hamma xonaga yetadigan gilamlari yuvib, tozalab, upakovka qilib qo'yilgan. Buni yoyib olsanglar bo'ldi. 3 xona arendaga topshiryapmiz. Главный eshik kirib kelamiz. Mana bu prixoshkamiz bo'ladi. Детский, spalniy zal bo'ladi. Vanna, tualet alohida, xonalar ham alohida. Kravati bor, shkafi bor, pisminniy partasi bor. Narxini $600 deyapmiz. Uzoq muddatga, ijara shartnoma asosida, oilaga yoki chet el fuqarolariga временный прописка qilib beramiz, shartnoma qilib beramiz. Undan muammosi yo'q. Zalga kirib keldik. Divanli zona bor, stol, tak miyaqi mebellari, amtena stolimiz, televizor, Wi-Fi, konditsioner hammasi bor. Hammasi ishlaydi. 1,5 ga razmerda, 1,5-3 razmerda balkonimiz, bu yoqda bizda oshxona bo'ladi. 6 kilolik artelak kiruvchi mashinasi, ikkita kamerali xolodilnikimiz. Mazza qilib ishlatasizlar. Bu yerda endi uy olmaysizlar, bu yerda sizlar lokatsiya olasizlar. Lokatsiyani ko'rdinglar, qanaqaligini. Sizlarga makler Akmal omni qo'ysa sizlardan chiqmasin. $600 baholanyapti. $200 depoziti bor. Aslida $300 maklerskisi ham bor. Lekin siz podpiska olib kelsangiz, maklerskisi $200 qilib beraman. Mabodoga makler emas, tak klient emas, maklerlar menga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, variant menda primoy. Через emas, primoy. 50 kelga ham ishlab yuboramiz. Shunaqa, omni qo'ysa sizlardan chiqmasin, uyini arendaga topshirayotgan uy egalari pastda nomerni yozib qoldiraman, telefon qilinglar, hamkorlikda ishlayveramiz. Uylarni sotishga, arendaga berishga, uy sotib olishga va ijaraga uy olishda makler Akmal sizlarga yordam beradi. Aytgancha rasm lokatsiya Telegram kanalida kirsanglar mana o'sha tayyor qo'yilgan.